Banda yo'q Parvardigor, uzrim yo'q deydi. Alloh subhanahu va taolo bu itoatkor mo'min bandasiga hada deydi. Seni bitta uzring bor biz olib. Shunda banda hayron bo'ldi. Qanaqa uzr ekan? Deganda sening bir hasanoting bor. Bugun zulm qilinmaydi. Mana shu 99 ta kitobni oldiga kichkinagina qog'oz keladi. Banda ko'rib Parvardigor, ha bu 99 ta sijillarning oldida bu kichkinagina shapaloqdek qog'oz nima bo'ladi deb turgan paytda mana shu qog'oz savob pallasiga borib shunday tushganida gunoh pallasini bosib turgan 99 ta sijillarni shunday zirqiratib ko'tarib tashlaydi. Savob pallasi og'ir kelib ketadi. Bu qog'ozda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasi bo'ladi. Mana shu kalima bormi deyiladi. Alloh muborak qilgan bo'lsin. Agar 99 ta sijillarga to'ldirilgan gunohlarimiz bo'lsa, lekin Allohdan umid qilib kechirishligini, iymon keltirib Alloh taolaning g'ofurligiga shu kalima bilan borsak, albatta Alloh taolo kechirar gunohlarimizni.